Bugun maslaga DJI Restore va Restore Mini stabilizatorlarni qanaqa qilib kameraga to'g'rilash, foydalanish, kalibrovka va stabilizatsiyani to'g'rilashni o'rgataman. Bu videomiz также Restore Combo va standart versiyalarga ham tushadi, также mini versiyalar, xullas hamma modellarga ishlatishga mumkin. Dizayn sal farq qiladi, bir xil modellari DJI, lekin konstruksiyasi, ishlatish, foydalanishi deyarli bir xil bo'ladi. Shu video orqali siz boshqa stabilizatorlarni ham to'g'ri foydalanishni o'rganib olishingiz mumkin. Ko'rayotgan komplektatsiyangiz bu Restore standart versiyasi, combo versiyasi emas. Combo salgina boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha aksessuarlari bo'ladi. Bu aksessuar o'rnatilgandan keyin yana bitta-ikkita joyini to'g'rilash kerak bo'ladi. Bunga keyinroq aytamiz. Restore standart versiyasida shu plashatkalari bo'ladi. Endi birinchi qiladigan ishimiz stabilizator qo'limizga olganimizda power bankni ulashimiz kerak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, power bankka 6 ta tushgan tish qismi bor. Stabilizator o'z asosiy qismida mana ko'rayotgan bo'lsangiz, tishlari ham отдельно bo'ladi. Xullas, shu narsani mana mana shu yerga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib o'rnatamiz. O'rnatayotganimizda itarsiya kirmaydi. Shu holatda biz knopkaga bosib turishimiz kerak. Mana knopkaga bosdik, kirdi va mana bu strelkani blok holatiga qaytarib qo'yishimiz kerak. O'shanda power bank chiqib ketmaydi va qatdan qotadi. Undan keyin tripodini o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Neki tripod juda ham kerakli narsa, imminni kamerani o'rnatayotgan holatimizda. Birinchi bo'lib sizlarga stabilizatorni gorizontal holatda o'rnatishni ko'rsataman, ya'ni YouTube formatda. Bilaman, ko'plarga vertikal Reels format kerak, lekin YouTube formatda o'tkazib olsangiz, asosiy qismlarini o'tkazib olishingiz mumkin. Bu qismlarni biz Reels formatda уже qaytarib o'tirmaymiz. Shuning uchun videoni boshidan to oxirigacha ko'rganingiz yaxshi, to'g'riroq tushunishingiz uchun. Xo'p, birinchi bo'lib stabilizatorni o'zimizga kerakli holatga keltirib olishimiz kerak. Bilamizki, stabilizator 3 ta motor qismi bor. Birinchi motor qismi, ikkinchi va uchinchi motor qismi. Shu motor qismlarini o'zimizga qulay holatda qo'yishimiz kerak kamerani o'rnatish uchun. Uning uchun biz nima qilamiz? Pastki motor qismini bo'shatmaymiz. Tepadagi motor qismi mana bu chasti, mana yozig'ini yonida unlock degan joyi bor. Shu holatda qo'yib turib bloklab qo'yamiz. Mana shu holatga keldi. Endi uchinchi motor qismi tepa holatida ham unlock degan joyi bor. Shu qismini blokdan yechib, mana shu holatga qotirib qo'yamiz. Bu narsa bizga kamera o'rnatishda qulaylik yaratadi va o'zi asosiy o'rnatish ham shunaqa bo'ladi. Hozir mana shu ko'rayotgan plashatkangizni o'rnatamiz. Plashatkalarning farqiga bormasangiz, o'zi ichidan 3 ta plashatka chiqadi. Mana bu yerda ikonkali variantini olasiz. Va shu ikonkali versiyasini mana tochkali tomoniga, mana bu qismiga moslashingiz kerak bo'ladi. Buni o'rnatayotganimizda birinchi bo'lib mana bu qismini bo'shatamiz. Shtobi plashatka kirishi uchun. Ko'rayotgan bo'lsangiz, itarsiya plashatka kirmayapti. Uning uchun biz nima qilamiz? Mana bu buraygan tomonni va mana bu yerda yana bitta knopka bor. Shu knopkani bosib turib qotiramiz. Lekin qotirsa ham bu plashatka oxirigacha qotmadi. Qotirib qo'yish uchun mana shu rulni deydimi, xullas qotirilgan joyini oxirigacha burab qotiramiz. Shu plashatka yana chiqib ketmasligi uchun. Bu plashatkani yechayotganimizda qanaqa yechamiz? Обратно xuddi shu mana shu qismini bo'shatamiz. Bo'shatganimizdan keyin mana shu qismning ustiga bossangiz, как бы knopka funksiyasini bajarib beradi. Bitta shu knopkani bosamiz va ikkinchi tomondagi knopkani bosamiz. Mana buni knopkani bosib tortamiz. O'shanda chiqadi. Agar formatini o'zgartirmoqchi bo'lganingizda bu narsa sizga kerak bo'ladi. Keyingisi ikkinchi plashatkani o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi plashatka mana shu lineyka sifatida bo'ladi. Xullas buni shu ko'rayotgan holatingizda o'rnatishimiz kerak. O'rnatayotganimizda plashatkani hamma taraflari blokdan yechilgan holatda bo'lishi kerak. Agar blok holatga tushib qolgan bo'lsa, mana shu holatda tiqqanimizda kirmaydi. Shuning uchun blokdan yechib qo'yamiz. Ko'rayotgan holatingizda plashatkani stabilizatorga o'rnatamiz. Mana ko'rayotganingizda plashatka kirdi. Kirganidan keyin bu narsani blokka qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bu holatda biz hozircha to'xtab turamiz. Endi esa asosiy plashatkani
Ya'ni mana shu holat, mana shu stabilizatorga tushadigan plashatkani o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Uni biz stabilizatorga emas, birinchi bo'lib kameraga o'rnatishimiz kerak. Kameraga qanaqa o'rnatamiz? Shu ko'rayotgan holatingizda xotirishimiz kerak. Mana uchi nimaga kerak? Uchi xotirganimizda kamera plashatkasi surilib ketib qolmasligiga yordam beradi. Ya'ni siljib ketmaydi. Ishlatayotganda yoki qanaqadir to'g'irlayotganingizda o'ynab ketib qolmaydi. Endi eng glavnisiga keldik. Kamerani stabilizatorga o'rnatishimiz kerak. Qanaqa qilib o'rnatamiz? Xuddi shunaqa plashatkani blokdan yechib qo'yamiz, eng tepasiga mana shu tushadigan joyini va ko'rayotgan holatingizda kamerani qotiramiz. Qotirgandan keyin orqasidan blokka qo'yib qo'yish esdan chiqmasin. Mana. Ko'rganingizdek, kameram stabilizatorga o'rnatildi, lekin buni yoqsa stabilizator dirillab o'tvoradi. Motor buzilib qolishiga olib keltiradi bu narsa. Esingizda qolsin. Agar balansirovka, kalibrovka qilmasdan turib stabilizatorni yoqsangiz, stabilizator buziladi. Xo'p, balansirovka qanaqa qilinadi? Aytganimizdek, undan oldin 3 ta motori bor. Har bitta motorni biz balansini to'g'irlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib tepa qismidan boshlaymiz. Tepa qismi stabilizatori eng muhim joyi va aynan shu qismi 2 marta balansirovka qilinadi, ya'ni 2 xil holatda. Bularda bitta tomonni qilsangiz va bu yoqda bitta tomonni qilsangiz, bu yoqda 2 marta qilishingizga to'g'ri keladi. Birinchi holatda biz blokdan yechdik. Hozir kamera mana bu holatda turishi kerak, balansirovka bo'lgan holatda bo'ladi. Agar qo'yib yuborsak, turmayapti. Значит, balansirovka qilinmagan. Balansirovkasi to'g'ri bo'lishi uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz mana mashitdan blokdan yechamiz. Blokdan yechgan holatimizda mana bu rolik bor. Shu rolik orqali burimiz orqaga yoki oldiga qatga og'irlik tashlayotgan bo'lsa, mana ketib qolyapti hali ham oldiga, endi orqaga ketib qolyapti. Sal gradusini o'zgartirib, mana gradusini o'zgartirib to'g'ri turishga qo'yamiz. Mana ko'rayotganingizdek, mana shu gradusini o'zgartirib, roliklarni lineyka orqali kamerani qotirib qo'ydik va mana shu yerda qotirib qo'yishimiz esdan chiqmasin. Hozir kamera tekis turdi. Endi bizga ikkinchi holatini ham aynan shu motorni o'zini balans qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tepa holatini. Mana shu tepaga qarab turganda kamera tekis turishi kerak. O'shanda balansi bo'ladi. Lekin hozir biz qo'yib yuborsak, kamera bu yoq tomonga qarab ketyapti. Demak, biz mana bu holatda chastda mana bu qo'lini kilosini to'g'irlashimiz kerak. Bo'shatganimizda buni qo'yamiz. Shu holatda graduslarni o'zgartiramiz. Mana ko'rayotganingizdek tekis tikka tepaga qarab turibdi. Agar sal surib yuborsam, yana orqaga ketib qoladi yoki bu yoqqa sursam, oldiga ketib qoladi. To'g'irlaganimizdan keyin qotirib qo'yamiz. Ko'rayotganingizdek tepaga tikka qarab turibdi va to'g'riga qarayaptimi yo'qmi ko'ramiz. To'g'riga qaramayotgan ekan, yana sal o'zgarib ketib qolibdi. Yana qaytadan boshidagi joyi balansini to'g'irlaymiz. Mana. Ana endi cho'tki bo'ldi. To'g'riga ham tikka qarab turibdi va bunaqasiga. Ya'ni balans bo'lgan holatda mana. Birinchi balans bo'lgan holatda motori va ikkinchi balans bo'lgan holatda. Qatdan tushunamiz? Что biz balansirovkani to'g'ri qildik. Mana shu holatda to'g'ri turish kerak va mana bu holatda ham to'g'ri turish kerak. Bu holatga mana bu tomonni plashatka javob beradi. Ya'ni mashitdan og'irligini to'g'irlaymiz. Bu holatga esa mana shu holatga esa mana shu tomonni qismi javob beradi. Ya'ni ko'rsatgan o'zi lineyka qilib qo'ygan, shu joydan to'g'irlaymiz. Bu motorimiz уже balansirovka bo'ldi. Buni blokka solib qo'yamiz. Обратно ikkinchi motorni balansirovka qilishimiz kerak. Ikkinchi motorni
balansirovka qilishimiz uchun mana bu tomondan blokni yechamiz. Blokni yechgan holatda ko'ryapsizlar, ag'anab ketyapti. Balansirovka qanaqa to'g'ri bo'ladi? Stabilizator mana shu holatda turishi kerak. Blokdan yechgan holatimizda. Lekin hozir biz blokdan yechdik, bu ag'anab ketyapti. Buni to'g'ri balansirovka qilish uchun mana bu tomondan blokdan yechamiz, qulpdan yechamiz va mana shuni sekin buramiz. Hozir ozgincha bu yoqqa chiqazim, ko'rayotganingizda halidagi yota olmayapti. Ya'ni yana ozgincha chiqazishimiz kerak bo'ladi, чтобы to'g'ri turishi. Mana chiqazdik, blokdan yechilgan holatda tekis turibdi. Aytganimdek, shu holatda tursa balansirovka to'g'ri qilindi. Agar noto'g'ri bo'lsa, mana bunaqasiga yotib oladi yoki bunaqasiga yotib oladi. Bu уже noto'g'ri bo'ladi. Bizning holatimizda esa hamma narsa to'g'ri qilindi. Buni to'g'ri balansirovka qilganimizdan keyin buni ham bitta blokka solib qo'yamiz va 3-qismiga o'tamiz. 3-qismiga keldik. Motori hozirga qaysi holatda to'g'ri bo'ladi, qaysi holatda noto'g'ri balansirovka qilingani 3-motorni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib blokdan yechib olishimiz kerak. Qolgan motorlar blok holatda turaveradi, ularga hech narsa qilmaymiz. Hozir mana ko'rayotganingizdek, biz blokdan yechdik va stabilizator pastki qismi qimirlayapti. To'g'ri holati stabilizator olib turib, mana shu pastga qaratganimizda to'g'ri turadi. Agar noto'g'ri bo'lganda mana qilib aylanib ketib qolardi. Va buni biz xuddi mana tepa qismi motori qanaqa to'g'rilagan bo'lsak, xuddi shunaqa bu yoqdan ham to'g'rilaymiz. Ya'ni bu yoq tomonni yechib turib, rolikini pastga tepaga buramiz. To'g'ri qilgan bo'lsangiz, ko'rsatgan holatimdagi mana shu tikka turadi. Blokdan yechgan holatimda ham. Agar noto'g'ri bo'lsa, mana shunaqa aylanib ketib qoladi. Xullas, 3ta qismini balans полностью qildik va stabilizator yoqishga tayyor. Lekin yoqganimizdan keyin ham hattoki oldingi holatida bo'lsa, stabilizator, ya'ni vertikal holatda turgan bo'lsa, dirilib ketadi. Birinchi bo'lib biz start calibrationga kirib bittada qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nega? Negaki stabilizator oldingi holatini, ya'ni oldingi og'irligini, pozitsiyalarini esda qoldiradi. Oldin masalan sizda reels formati turgan bo'lsa yoki umuman boshqa kamera, boshqa obyektiv turgan bo'lsa, o'sha holatda esda qoldiradi, o'sha holatga moslashadi. Siz уже undan keyin boshqa kamerani o'rnatsangiz yoki boshqa pozitsiyada qo'yib qo'ysangiz, kamera stabilizator dirilib ketadi. Ya'ni kilolari, pozitsiyalari, og'irlik tushlari o'zgarib qoldi. Shu buzilmasligi uchun birinchi bo'lib shuni tez kirib, biz balansirovka qilishimiz kerak. Kalibrovka qilishimiz kerak kirib turib. Kalibrovkani qanaqa qiladi? Bilmaganlar uchun balansirovka qilgandan keyin endi bemalol foydalanaveramiz. Stabilizator ishlayveradi. Hozir sizlarga gorizontal YouTube formati ko'rsatganim, endi kelinglar vertikal reels formatga o'tkazamiz. Reels formatga o'tkazishimiz uchun mana bu qismida bo'shatishimiz kerak bo'ladi. Mana shu qismini bo'shatamiz va mana shu bo'shatilgan qismi ham knopka vazifani bajaradi. Knopkasini bitta bosamiz va bu yoq tomonini ham mana bu yerda mana shu yana bitta knopka bor. O'shani одновременно ikkalasini bir vaqtda o'zida bosib turib tortsak chiqadi. Xo'p. Endi esa shu narsani reels formatiga o'tkazishimiz kerak. Reels formatiga o'tkazish uchun biz undan oldin mana holatda o'rnatgan edik. Endi esa tagida ham xuddi shunaqa tushadigan joyi bor. O'shanga moslab turib kirgizayotganimiz ikkita tomonni knopkani bosib turib kirgizib va keyin oxirsida burab qotirib qo'yamiz. Mana shu holatda. Plashatkani ham Reels formatiga o'zgartirib oldik. Undan oldin YouTube formati qanaqa tushuntirgan bo'lsam, u ham xuddi shunaqa balansirovka qilinadi. Aytganimdek 3 ta motori bor edi va birma-bir har bitta motorni balans qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar buni balansirovka qilamiz. Birinchi bo'lib tepadan boshlaymiz. Har doimdagi blokdan yechamiz. Ko'rayotganingizdek, stabilizatorda kamera mana pastga qarab turibdi, qiyshuv. Bu balansirovka bo'lmagan deb aytiladi. Ya'ni bizda kamera mana shu holatda tekis turishi kerak. Tekis turish uchun biz nima qilamiz? Tekis turish uchun pastki qismini mana bu yerda blokdan yechilgan joyi bor. Shu blokdan yechamizda mana bu narsani buramiz.
qatga og'ayotgan bo'lsa, o'sha yerga nabarot buramiz. Ya'ni hozir oldiga og'ayotdimi, biza nabarot orqaga burishimiz kerak bo'ladi. Vesni orqaga tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana. Sekin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha tekislandi va blokka solib qo'yish esimizdan chiqmasin yana obratni. Aytganimdek, tepa qismini motorni 2 marta balansirovka qilishimiz kerak, ya'ni birinchi holati va ikkinchi holatini. Hozir biza sizlarga birinchi holatini ko'rsatdik, ya'ni kamera ko'rayotganingizda tekis to'g'riga qarab turibdi. Agar pastga qarab turganda yoki tepaga qarab turganda bu noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Xo'p, tepa qismining motorni endi ikkinchi balansirovkasiga o'tamiz. Tepaga qilganimizda kamera mana shu holatda turib berish kerak. Lekin hozir qo'yib yuborsak, ko'rayotganingizda oldinga qarab ketib qolyapti. Uning uchun biza qaysi tomonidan balansirovka qilishimiz kerak bo'ladi? Xo'p, mana bu tomonni qulupini yechamiz, bo'shatamiz. Kamerani uning uchun ushlab turishimiz kerak. Agar ushlamasangiz pastga shunday tushadi, lekin kamerani o'zi tushib ketib qolmaydi. O'zi qattim dirs etib tushishi mumkin. Shu holatda mana bu yerdan vesini o'lchovini tepaga qaratib buramiz. Xo'p, men sal tepaga burdim. Hali ham oldiga tashlayapti, значит vesni orqaga tashlab berish kerak. Yana ozgincha tepaga chiqazamiz. Endi slishkim orqaga ketib qoldi. Balansini mana shu yerdan to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana. Mana shu holatda turish kerak bo'ladi. Ko'rganingizda ikkinchi balansi ham tepadagi motori qilindi. Esdan chiqmasin, blokka yana qayta burab qo'yishimiz kerak. Agar buramasak, qotmaydi va pastga tushib ketishi mumkin. Xullas, ikkinchi holati balansirovka qilindi. Birinchi holati ham balansirovka qilindi. To'g'riga qarab turibdi, tikka tepaga qarab turibdi. Qatga qaratsanglar, o'sha yerga qarab turish kerak xullas. Endi yana blokka solib qo'yamiz va keyingi motoriga o'tamiz. Endigidek pastki motoriga o'tsak, blokdan yechamiz buni ham. Endi buni qanaqa qilib biza balans holatdami yoki yo'qligini bilamiz. Balans holatda yoki yo'qligini bilish uchun tepa qismlari blok holatda turish kerak, past qismi blokdan yechuv bo'lish kerak va mana shu holatda biza oldiga tashlasak, kamera ketib qolishi kerak. Kamera ketib qolsa balans bo'lmadi degani. Kamera mana shu holatda tikka tursa, значит balans bo'ldi degani. Balans to'g'rilash uchun esa mana bu yerdan blok holatdan yechib, oldiga orqaga surib to'g'rilaymiz. Shu holatda qilsangiz, siz ham balans holatiga keltirgan bo'lasiz. Undan oldin biza stabilizatorni YouTube formatga moslab balansirovka qilgan edik va stabilizator ichidan funksiyasiga kirib kalibrovkasini tanlovdik. Hozir yoqsa stabilizator gorizontal holatga moslashgan bo'ladi va stabilizator yoqishimiz bilan dirillab ketadi. Yoqishimiz bilan biz nima qilamiz? Knopkasini bosib yoqqanimizda ikonkasi chiqadi DJ. Shu holatda bitta bosib qo'yishimiz kerak, blok holatiga tushish uchun. Mana, ko'ringlar. Bittada blok holatga tiqib qo'yishimiz kerak. Negaki, undan oldingi holati YouTube formatda edi va og'irligi o'shanga moslashgan edi. Kamera o'z og'irligi bir xil, lekin oldiga, orqaga tashlashda YouTube formatda va Reel formatlarda farqlanadi. Va shuning uchun xuddi haligiga ko'rsatganimdek, chetki bo'limiga kirasiz, Start Calibration qilamiz. Eslatib o'taman, kalibratsiya bo'layotganda qimmalanmagan joyiga qo'yib qo'yish kerak stabilizatorni, tekis joyga. Agar qo'lingizga olib kalibratsiya qilsangiz, noto'g'ri o'rnatib qoladi. Noto'g'ri bo'lib qoladi. Kalibrovka bo'lgandan keyin stabilizatorning chetki qismi yashil yonsa, значит to'g'ri balansirovka amalga oshirildi degani. Keling endi qisqacha nima knopka qaysi vazifani bajarishi tushuntirib beraman. Mana bu qizil knopka bu kamerani telefonga ulaganingizdan keyin videoni o'chirib yoqish uchun mo'ljallangan versiyasi. Buni отдельно YouTube'da video qilib chiqazamiz. M funksiyasi bu rejimlarni o'zgartiradi. Mana o'chirib yoqaman knopka o'ng tomonda, buni bir marta bossangiz blok holatga tushadi, yana bir marta bossangiz blok holatdan chiqadi va bosib tursangiz o'chadi. Bu yoqda esa zoom yoki joystick funksiyasiga o'tkazib qo'yish uchun mo'ljallangan. Bu yoqda FPV, PTF, PF funksiyalariga o'tkazasiz. Xullas, shunga o'xshash nastroykalari bor.
Menimcha tushundinglar deb o'ylayman. Video juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun buni 2-3 chastlikka qoldirishga qaror qildik. Ya'ni bu qismida sizga faqatgina stabilizatorni to'g'ri balansirovka qilishni o'rgatdik. Endi keyingi videolarda esa buni funksiyalarini, mana ichki funksiyasini qanaqa boshqarish, to'g'ri qilishlarini tushuntirib beramiz. Ikkinchisi esa kombo komplektatsiyani bilamiz. Mana bunaqa zoomlari bor, ya'ni fokuslarni, zoomlarni boshqarish mumkin. Aynan shu orqali va qo'shimcha yana bitta plashatkasi chiqadi. Mana shuni o'rnatish uchun ularni ham qanaqa to'g'ri qo'yib, to'g'ri balansirovka qilishlarini o'rgatamiz. Bizani videomizni aynan shu versiyasini qo'llab-quvvatlasangiz, xudo xohlasa u video ham tez orada chiqadi. Hammaga rahmat. Bizani kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Agar sizga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bemalol Unicell.uz do'konlariga murojaat qilishingiz mumkin.